Assalomu alaykum, radnolar. Bugun bunaqa xudo xolasa qop-qora Cobalt'imizni polni atidan noldan taxlab berganmiz. Bunga ishlangan ishlarni aytib o'tib ketamiz. Oldina obisovka qo'yib berildi. Malibu obisovka, emblema, nomer setkasi, siban nomer postavka bilan buni deb alnaton. Buni ters taqarsizlar biroq. Almashtirib emblemasini ham qaraytirib berdik. Brizga qo'yib berildi. Orqasına patkinlik qo'yib berildi. Mana ichine polni bostirib turadi. Ajoyib deb. Keyin salonda ishlangan ishlar aytib beradigan bo'lsak, kardinal polik berildi 215 ming so'mga. Kardinal chexol berildi, alfa dizaynda tayyorlangan. Bunda ko'rsanglar bo'ladi. Rolina chexol to'qib berildi. Skor chexol berildi. Mana ochilgan turishlari. Shu vaqtimiz oz qolyotir. Orqasına ishlangan ishlar gulshitiri berildi. Orqasına embleması qaraytirib berildi mana. Polni ishi bo'latamizda, xudo xolasa Cobalt'imiz 100% tayyor bo'ldi. Mana shunda xizmatlar kerak bo'lsa, avtoxosga kelaverasizlar.